Dasturimizda sport sohasiga oid bo'lgan xabar. Fransiya boksining savat turi 300 yildan ko'proq tarixga ega sport turi hisoblanadi. Sportning yangi qirralarini ochishga havasmandlar yurti bo'lgan qatorida O'zbekiston ham bor. Tarixiy bahslarni rivojlantirish maqsadida maxsus assotsiatsiya ham tashkil etildi. Qisqa vaqt oralig'ida o'z sportchilari va muxlislarga ega bo'lgan tashkilot va sport turi tarkibidagi 50 nafar sportchilar Hindistonning Dehli shahrida o'tkazilgan Osiyo chempionatida ishtirok etib, yurtimizga 50 ta medal bilan qaytdilar. Joriy yilning fevral oyi 1-10 Hindistonning Dehli shahrida fransuz boksi savat sport turi bo'yicha Osiyo chempionati bo'lib o'tgan edi. Ushbu nufuzli musobaqada O'zbekiston terma jamoasi tarkibida 50 nafar sportchilar ishtirok etdilar. Ular orasida Xo'jaobod va Buloqbosh tumanlaridagi jamoalarda mashg'ulot olib boruvchi 26 nafar sportchilarimiz ham bor edi. O'zbekiston terma jamoasi ushbu chempionatda muvaffaqiyatli ishtirok etib, ko'plab medallarni qo'lga kiritdi. G'olib va sovrindor sportchilar yurtimizga sharaf bilan qaytishdi. Xo'jaobodda sportchilarni tantanali ravishda kutib olish marosimi o'tkazildi. Tuman hokimlari, yosh sportchilar va mahalladoshlar ularni samimiy qarshi olib, yuksak g'alaba bilan tabrikladilar. 12 davlat orasida murosasiz bahslar davom etdi. O'zbekiston terma jamoasi 24 ta oltin va 17 ta kumush, 16 ta bronza bilan umumjamoa hisobida birinchi o'rinni egalladi. Bahslar juda qizg'in bo'ldi. Shogirdlarimiz tayyorgarligi yaxshiligi uchun Xudo xolasa bular chempion bo'lishdi. Murabbiylar ham o'z nutqlarida bu yutuq sportchilarimiz mehnati va irodasining samarasi ekanini ta'kidlab, ularga kelgusi musobaqalarda ham muvaffaqiyatlar tilashdi. Chempionlar ham o'z fikrlari bilan o'rtoqlashib, qo'llab-quvvatlagan barcha yurtdoshlarga minnatdorchilik bildirdilar. Taassurotlar antiqa, kutganimizdan ham zo'r kutib olishdi. Sharoitlar yaxshi. Tayyorgarlik asosan yaxshi bo'ldi. Shu domlalarimiz bergan o'rgatishgan mehnatlar orqali barchasiga rahmat aytamiz. Shular orqali chempion bo'ldik. Ular oldindagi nufuzli musobaqalarda ham yurtimiz sharafini munosib himoya qilishni maqsad qilganlarini ta'kidladilar. Biz yosh sportchilarimizga kelgusi musobaqalarda ham muvaffaqiyat va g'alabalar tilab qolamiz. Bu kun Akmal Mo'ydinov, Andijon.